Chaqaloq kindigi parvarishida siz va qaynonangiz qiladigan xato ko'rib chiqamiz. Lekin oldin men ham spirtda обработка qilinglar derdim. Shunaqa qilinardi oldin. Kindik tizimchasi tug'ilgandan keyin kesiladi va kichik jarohatdek ochiq teshik qoladi. U bola hayotini 5-15 kuniga qadar o'zi qurib tushib ketadi. Bu muddatda eng katta xavf bu infeksiya tushishi hisoblanadi. Shuning uchun parvarishda kindikni toza tutish juda ham muhim. Eng muhim parvarish bu quruq parvarish bo'lib, bola kindigini quruq va toza tutish lozim. Har 2 soatda kindikni spirt bilan artish yoki unga zilyonka surtish kerak emas. Bu bilan siz kindik bitishini sekinlashtirasiz. Agar infeksiya tushish xavfi yuqori bo'lsa, 7% li xlorgeksidin eritmasidan foydalanish samarali natija beradi. Faqatgina kindikdagi qizarish yoki shishish, kindikdan noxush hid kelishi yoki yiringli ajralma va bola tana harorati ko'tarilgan holatda zudlik bilan shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Aytgandek, bolani cho'miltirish uchun kindik tushishini kutish shart emas. Bolani toza qaynatilgan suv bilan tug'ilgan kunidan boshlab yuvintirish mumkin.